Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bu ciddi bir uqtirish bilan huzuruңlarga chiqib qoldim. Bayitdan beri belkim ko'rgansizlar, anlagansizlar. Qarindishinglar Salih Xudoyar bir videoda murojaat qilgan imzo to'plash harakatini. Men shu harakatga har biringlarni chaqirmoqchi. Ko'rganinglardek mavzu kimning kim ekanligini sinaydigan vaqt keldi. Qarindoshlar. Qarindishimiz Salih Xudoyarning murojaatini angladinglar. Şu anda biz bir yol ayrıştı turvatımız, yani bir açaldı turvatımız. Şarkı Türkistan'dan besivelingan zemin ekanligini itiraf qildirish tirishchanligi ma'lum yuchuqlarni etishga muvaffaq bo'lyapti qarindoshlar. Salih'nin Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti nam bilen kılavatkan faaliyetleri neticesinde Amerika Devlet Meclisi'de erişken görüşme fırsatları bizning aldığımızda tarihi bir tallaşını koygandek kılıdı. Bugün kichkilingan vaziyetimizde birdilla cimi adam, cimi teşkilat, mustaqillik deydigan bulup görüngen. Cimi adam ve cimi teşkilat Şarkı Türkistan deydigan bulup görünmegeydi. Bugün Allah'ın inayeti bilen erkek kişini ayrıydigan, saman bilen payxanını ayrıydigan altın fırsat kelgenligini görüvatımız. Qarindoshlar, demokratik elle köpçülüknün avazını tonuydu. Şoňa olan Şarkı Türkistanlıklarının avazını anlap bakışını talep qilgan bolsa, hemmimiz birdek bu xatga imza qo'yishga kuch qirayli. Ve zor köpçülük Şarkı Türkistanlıkның siyasi arzusunun nimelikini uçuk bildireyli. Her qaysı devletlerdeki siyasi faaliyetçiler şu yerdeki teşkilatları berip qarindoshlar. Bu imza toplaş hareketiga heydekçi buluşni, milli ve möminlik burç bilişinler gerek. Eğer şu anlarda torlarını kaplap ketken müstakillik şuarlarımız rast bulunduğun bolsa, mana bu xatga imza qo'yish orqali bunu ispat qilayli. Bunun bilen sürgün hükümetke hes qo'shgan bulup qalamdimkin degan qitiqurlik bilen bu fursatni o'tkazib etsek, fursat her kuni kelmaydi qarindoshlar. Uyghur kanunu mana shunda qitiqurlik tufayli 10 yil besilib qolganligini esimizde tutaylı. Ben ilgiri bir qatim deppagentim bir gapni, Kanadada bo'lgan bir ishni. Bu men Kanadaga kelishdan burun bo'lgan ishki. Burun. Yani men 2002'ning 5'ida keldim. Bu 2001'ledimmi burun ve 2001 yoki uningdan burun bo'lgan ishki. Uyg'urlardan bir nechisi Kanada parlamentida beribdi. U yerda zallarni ko'ribdi. Bu zalda Kanadada yaşaydigan hamma millatning bayrog'i bor ekan. Faqat bizning bayrog'imiz yo'q ekan. Bularga biyani kezdirivatkan adam deptiki, senin bayrog'ing bo'lmasa, sen mi ekkilib mushqatag'i birini esib qo'y debdi. Bu ishni bizning haligi mashhur Mehmet To'xti o'z ustiga kelib bo'ldi, men qilib itaman deb qolgan qilay deganlarning oldini to'sib olib, qildirmay o'zi qiladigan bo'libdi va bu fursatni yo'qotdi shunday qilib. Ta hozirgacha u fursat qaytib kelmadi qarindoshlar. U yerda bizning bayrog'imiz yo'q, boshqa hamma millatning bor. İnqilobni manda qizdiriganlar bor bizda qarindoshlar. Aşında bir fursatni u her kuni ekile qil demeydi o qarindoshlar. Aşında bir fursat kelgan vaqtida qilib bunu.
Biz tarixdan beri pushaymon qilib kelayotgan bir millat. Her ishimizda ta'tirligimizdan bir pushaymon bizga hamroh bo'lib keldi. Agar bugungi bu fursatda yana xalq to'g'riliq bilan ya bu sürgündü hükümetke has qo'shgandek, uning ishini qo'llagandek ulab qalamdigan. Ya bu fursatda sürgündü hükümet ayga chiqmaydi, osmonga chiqmaydi. Hech narsa qazanmaydi. Bu fursat Sharq Turkistonliklarning fursati. Aşa bichara xalqning fursati. Qarindoshlar. Kichkina o'ylaninglar. Kichkina kallanglarni silkinglar, aqlinglarni joriy qilinglar. Şuna bu qıtığırlıqını qınmay, bu xətke imza qoyunlar. Yerlik təşkilatlarının işi ötüb ketkəndə bilməptik, uqmaptik deyişlərinin aldını eliş üçün şu yerdeki müstəqillik cəngçiləri, şəxsi fəaliyyətçilər, aktivlər, təşkilat rəhbərlərini xəbərdar qılıb, hətta 5'de turub imza qoyduruşqa tirişişinlar gerek. Mana şu çağda bazılarının qandaq bahani sebep göstərdiganlığını anlap baqalaysızlar. Eğer bunu hükümetni qo'llaganlik bo'lib qolarmikin deb ensiraydigan tashkilotlar bo'lsa, ular mushundaq bir fursatni yaratsin. Mushundaq bir xat tayyorlasin, biz imza qo'yaylik. Biz imza qo'yishga har qachon tayyor. Bunu mu deb qo'ysanglar bo'ladi. Her qaysi devletdeki milletvekillerine bu işte heydekçilik qilish yerlik teşkilatlarga berish vazife. Qarindoshlar. Bu bir mecburiyet. Milletvekilleri için mecburiyet ama başka vatanperverler öz vicdanının avazına kulak selip şu boyunca hareket kıyısı bulur. Bu fırsat her daim kemmeydi o. Bunu emmeyle obdan bilimiz qarindoshlar. Kim? Qandaq bir teşkili kurulmanamıdın faaliyet kıygan buluşunun qat'i nazar fırsat Sharq Turkistonliklarga mansub qarindoshlar. Fursatni qaçırıb ötüşünün zinimi Sharq Turkistonlarga mansubdur. Eğer siz qılın şundaq bir faaliyetni, şundaq bir işni qılın. Eğer onun da bizning siyasi arzuyimizga xilaf bo'lgan talablar bo'lmagan taqdirda biz imzo qo'yamiz. Mustaqillik, Sharq Turkiston. İsim ve siyasi gaye to'g'ri bo'lgan bo'lsa biz imzo qo'yamiz. Agar sizning og'zingizda da'vatgan aşı mustaqillik ras bo'lsa imzo qo'ysiz, bo'lmasa mana bu erkekçisini araydigan bir mizan. Bununki taraftarlık, mezhepçilik bilan muomala qiladiganlar buningdan keyin yolg'on mustaqillik ekanligini isbotlagan asl abdi bashirisini ko'rsatgan bo'ladi. Xatga shaxslar imzo qo'ymaydi ekan qarindoshlar. Tashkilot boshliqlari shu tashkilotga vakolatan imzo qo'yish kerak ekan. Şuna aktivlarning yerlik tashkilotlarga haydakchi bo'lishini tuvanchilik bilan so'raymiz. Xatga imzo qo'yishning natijasi xalqqa oshkorlandi. Birlashish chaqiriq qiladigan xalq chaqiriqchilar va birlashimchilar, ulug' birlashtiruvchilar, hamkorlikni tashabbus qilayotgan hamkorlik avangardlarimi mushu imzo harakatida o'z kimliklarini to'liq oshkorlaydi. Kim hamkorlikka yaqin keladigan kimligini yoki hamkorlikni og'zida deb qo'ygan bilan o'rtaq bir ish qilaylik kelinglar degan vaqtida qochirganligini isbotlaydi. Yerlik tashkilotlarning bunga bildirgan inkosini nima deb rad qildi, nima deb o'zini qochirdi, buni shu tashkilotlarga berib imzoga da'vat qiluvchi aktivistlarimiz, munavvarlarimiz
Müstakillik jangchilarimiz xalqqa oshkorlash kerak. Men palani tashkilotga berib, palan chaqinga qo'ying ama imzoni desam, mandaq sabab ko'rsatdi, mandaq dedi deganni oshkor qilish kerak. Millat vakillari uchun bu bir vazifa. Boshqa aktivlar uchun bu ixtiyorlik, o'zining vijdonining ovozi quloq solib qiysi bo'ladi. Tashkilot boshliqlarining inkosi zada nim bo'ldi. Bularni bilib qo'yish har Sharq Turkistonlikning haqqi. Bu müracaat aşağı qarindoshlar, men buning tekst bo'yicha yozib qo'yay va imzo qo'yadigan xatning ulanishini qo'yib qo'yaman. U Salihning videosining ostida bor, men qo'yib qo'yay. Qarindoshlar, Allah hammamizni hidoyatga boshlasın. Aqlimizni ro'shan qilsin qarindoshlar. Xayr xo'sh.